Qisqasi, o'sha akam siz ekansiz. Nima deding? Ketmang dada, iltimos, bizni tashlab ketmang. Bolaligimda otam onamni va meni tashab ketgandi. Sinfdoshlarimni otasi maktabdan olib ketardi. Meni esam otam kelmagani uchun ustimdan kulishardi. Yetimcha. Shunga qaramay onam meni hech kimdan kam qilmay bir o'zi katta qildi. Ammo otam shu paytgacha biror marta ham bizdan xabar olmadi. Shuning uchun otamga o'xshab oilasini tashlab ketadiganlardan bo'lmayman deb oldimga maqsad qo'ydim. Rafiqam vafot etgan bo'lsa ham boshqa uylanmadim. Qani aytchi, meni o'rnimda bo'lganingda nima qilgan bo'larding? Men Javob bera olmaysan, chunki otasiz ulg'ayish nimaligini bilmaysan. Bilaman, seni hech qanday aybing yo'q. Ammo otamni hech qachon kechira olmayman. Otamiz yaqinda vafot etgan bo'lsa ham, men uchun bizni tashlab ketgan kuni o'lgan. Haligi. Iltimos, xafa qilib qo'ymasimdan oldin bu yerdan ket. Xo'jayin, boya sizga notariusdan xat kelgandi, shuni berib qo'ymoqchi edim. notariusdan